Dasturimiz davom etadi. Bir vaqtning o'zida ikki soha vakili sifatida xizmat olib borish, bilasizmi, kishidan katta bilim, kasbiy mahorat va kuchni talab etadi. Ana shunday insonlardan biri harbiy tibbiyot yo'nalishida qator yutuqlarga erishgan, ko'plab shogirdlarning ustozi, davlatimizning yuksak mukofoti 2-darajali salomatlik ordeni sohibi tibbiy xizmat podpolkovniki Dilshod Allayorovdir. Bir vaqtning o'zida ham harbiy libos, ham oq xalat kiyishning o'zi kishiga ikki hissa mas'uliyat yuklaydi. Bir qarashda ular go'yo oddiy odamlardek har kuni ishga keladi, qo'shimcha vazifalar oladi, bemorlar dardiga shifo topadi. Lekin har ikkala sharafli kasbni yelkasida ko'tarib yurgan harbiy shifokorlar faoliyati biz o'ylaganchalik oson emas. Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy klinik gospitali tibbiy radiologiya bo'linmasi boshlig'i, tibbiy xizmat podpolkovnigi Dilshod Allayorov ham ana shunday sharafli va o'z o'rnida mas'uliyatli kasb egalaridan biri. 2004-yildan beri shu sohada faoliyat yuritib kelyapman. Har bir mutaxassis o'zining o'sha xizmat faoliyatida, o'sha mehnat faoliyatida yilma-yil malakasi oshib boraveradi. O'tgan yillarini hozirgi yillar bilan, sharoitlar bilan baribir taqqoslashga majbur bo'ladi. Men buni aytmoqchi bo'lganim, 2011-yil Markaziy harbiy klinik gospitaliga xizmat faoliyatini davom ettirish uchun kelgan bo'lsam, o'sha paytlardagi masalan ahvol ko'z oldingizdan o'tadi. O'sha paytlarim juda ko'p apparaturalarimiz ma'nan eskirgan, endi eski tipdagi apparaturalar edi. Mana gospitalimiz so'nggi vaqtlarda juda ko'p yangi apparatlar bilan jihozlandi. Bu apparatlarda hammasida bemorni yotqizib, o'sha knopkani bosganingizdan ekranda soniyalar ichida ta'sir hosil bo'ladi. Bu narsa hammani quvontiradi. Chunki bemorga kasalligini qisqa muddatda aniqlash, unga o'sha kerakli, o'sha tibbiy malakali yordamni ko'rsatishda oltin soniyalar desa ham bo'ladi. Chunki o'sha oltin soniyalar bemorga yordam ko'rsatishda bemorning o'sha kasallikdan tuzalib ketib oyoqqa turib ketishga katta rol o'ynaydigan vaqt hisoblanadi. Bu narsa masalan 2011 dan 2024 13 yil vaqt o'tadigan bo'lsa, ko'z oldingizda bu zamonaviy texnologiyaning rivojlanib borishi vrachlarga kasallikni aniqlashda katta masalan imkoniyatlarni beradi. Buning yana masalan qulaylik taraflari boshqa viloyatlarda masalan og'ir bemorlar bo'lib qolsa, ularni rentgen tushirganda yoki boshqa bir tekshirish metodlari qo'llanilgan paytda ularni raqamli ko'rinishini bizga yuboradi. Biz masalan bemalol o'zimizning o'sha ishchi stolimizda uni ko'rib, bu yerdagi malakali mutaxassislar bilan birgalikda muhokama qilish imkoniyati hammani quvontiradi. Raqamli texnologiyalar har sohada jadal bo'y ko'rsatmoqda. O'z o'rnida tibbiyot sohasida yangi olib kelingan bu tibbiy jihozlardan to'g'ri foydalanish bugungi kunda bemorlarda uchraydigan turli kasalliklarni barvaqt aniqlashga va uni erta davolash, asosiysi oldini olishga imkon yaratadi. Bu maskanda faqat harbiy xizmatchilarga emas, balki barcha fuqarolarga ham tibbiyotning eng zamonaviy metodlari asosida yetuk malakali mutaxassislar tomonidan xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Tibbiy radiologiya kafedrasi boshlig'i professor Ikrom Atxamilxonovich, dotsent Ablyaz Otaybaqovich ularning qo'l ostida apparatlarni boshqarish, hozirgi zamonaviy tekshirish metodlarida kasallarga to'g'ri tashxis qo'yishda ularning hamisha yordamiga, ularning bilimiga tayanamiz. Hamisha mana malaka oshirish kurslarida o'sha yuqorida aytib o'tgan ustozlarimizdan masalan bilimlarni, malakalar almashib turamiz. Hozirgi paytda magnit rezonans tomograf apparatini o'rnatganimizdan keyin respublikada birinchilardan bo'lib, chanoqson bo'g'imiga protez, ya'ni o'sha endoprotez qo'yilgandan keyin o'sha bemorlarni tekshirishni amalga oshiryapmiz. Qisqa qilib aytganda, Mavrik bo'yicha chanoqson bo'g'imi endoprotezdan keyingi masalan o'sha holatini ko'rish. MRTni tekshirgan paytda protez qo'ygandan keyin protezning atrofida to'qimalarda biron bir o'zgarish bo'ldimi yo'qmi? Organizmning protezga reaksiyasi, masalan o'sha metalloz, o'sha kasalliklar bormi yo'qmi? Protez atrofida masalan yallig'lanish, operatsiyadan keyingi asoratlar bo'lishi mumkin. Bu tekshirishda aniqlab beriladi. Shaxdam qadamlar bosib bizga xursand bo'lib rahmat aytib ketishi ko'nglimizni ko'taradi. Keyingi bemorlarga ham o'zgacha bir shijoat, bir o'zgacha bir kuch bilan yordam ko'rsatishga intilasiz. Tibbiy xizmat podpolkovnigi Dilshod Allayorov o'zining faoliyati davomida mehnatsevarligi bois mutaxassisligi bo'yicha barcha zarur bilim va ko'nikmalarni puxta egalladi. Qahramonimiz ko'p yillik xizmatlari, bilimi, salohiyati va tibbiyot sohasiga qo'shgan munosib hissasi uchun davlatimizning yuksak mukofoti salomatlik ordeni bilan taqdirlandi. Bemorlarga sifatli va tezkor xizmat ko'rsatishda uning shogirdlari ham ustozining yo'lidan bormoqda.
Markaziy harbiy klinik gospitalida Dilshod Allayorov singari ko'plab o'z kasbining yetuk mutaxassislari fidokorona xizmat qilib kelmoqda. Oq xalat ortidagi yuksak mas'uliyat ila bemorlar dardiga shifo topish uchun intilayotgan qahramonimizning oldinda o'z sohasi bo'yicha olib boradigan izlanishlari, rejalari bisyor va bu yo'lda ulkan muvaffaqiyat tilaymiz.